Dilshoda yordam berbering. Voy, opa, homiladorman-ku, menga mumkin emas. Dilshoda plisoslarni qilib oldim, changlarni sizarting. Voy, jo'g'ayim, menga mumkin emas. Dilshodaxon, Oyjonning kiyimlarini dazmollab yuboring. Voy, menga tikib turish mumkin emas, oyog'im ishib ketadi. Hech bo'lmasa eringiznikini dazmollab qo'ying. Yo'q. Dilshodaxon, ikkita ovsinni qarang, kichkinasi kattasiga yordam beryapti. Ha endi kichkinasi homilador emas, kattasini qo'lda simbolikda bolasi bor. Ammo homiladorman. Bizning vaziyatimiz vobshe boshqacha. Ovsinjon, hech bo'lmasa ko'rpachalarni yig'ishib yuboring. Menga og'ir ko'tarish mumkin emas, homiladorman-ku. Voy, men ham homiladorman. Rostdan. Men homiladorlik vaqtim yer chopganman, non yopganman. Soppa sog'lom ikkita o'g'il tug'dim mana. Ozgina ish qilsanglar hech nima qilmaydi. Eshitdingizmi Oyjonning gapini? Bilib ishingizni qiling. Yegali bu narsa ayting, Dilshodaxon. Voy, men nima deyman? O'zingiz ayting. Tak shashlik, somsa, kalla poycha. Xo'jangiz ham nimadir aytadilar? Shoshmang, zakazlarimni tugatganim yo'q hali. Bitta choyxona palov qilib yuboring. Yog'siz bo'lsin, chunki diyetadaman. Bitta chiroqchi salatam. Olivia. Oling, tortinmang bemalol. O'zi qornim to'q edi. Rahmat berganingiz uchun. Bugun unutilmas kun bo'ldi. Buncha shirali ekan-e bu. Vlajni salvetganmi? Yo'q, shundan ikkita bering mana. Apetitingiz yo'q ekan-a? Shahboz aka, qorong'i ham tushib qoldi. Men endi uyga bora qolay. Bemalol o'tiraylik, hali vaqt bor-ku. Endi mahalla-ko'y ham qorong'ilikdan ham qo'rqaman. Shu bilan qachon ko'rishamiz yana? Ha endi mahalla-ko'y degandek qorong'ilikdan ham qo'rqaman. Voy, bitta kepmiz, o'tiraylik ozgina, hozir uyga borsak Oyjon uxlamagan bo'ladi. Bir dunyo ish buyurib tashlaydilar. O'tiring-ki. Endi bizni ham to'g'ri tushuninglar-da, yopiladigan paytimiz bo'ldi. Soat 3 bo'ldi. Yarim soatdan keyin qaytib ochamiz o'zi. Bo'pti. Paketinglar bormi? Olib keling, nonlarni sotib ketamiz. Paket mana. Uzr. Restorannikida bu. Kim telefon qildi? Yur, bosh ortga. Menga asabiylashish mumkin emas. Mana ishxonadan Guli telefon qilgan. Nima telefon qildi? Qachon kelasiz deydi, boshliq so'ragan bo'lsa kerak. Shahboz aka, ertaga meni kiyim do'koniga olib borasiz? Ha, boramiz. Kimdan SMS keldi? Qo'ysang-chi. Menga asabiylashish mumkin emas. Mana sinfdoshim Aziz qachon ko'rishamiz debdi. Nima sizga qachon ko'rishamiz deb yozyapti? Yaqin 25-may sinfdoshlar yig'ilish kuni-ku o'shanga. Shahboz aka, qaytishda menga sho'rbadan olib berasiz? Ha, olamiz. Shahboz aka, kim o'ziga qo'lnima nima qilyotgan? Hech kim. Menga asabiylashish mumkin emas. Insta birga o'qiganmiz. Nargiz dedi shunaqa. Dilshoda qarab zo'rashil ekan, eshitasan? Eshitaman. Ha, malades. Ke bolam, bugun sen bilan kelishamiz. Onangni har narsaga asabiylashtirurma. Onang bilan meni o'rtamizga munosabatga yomon ta'sir qiladi. Yosh bola emassan-ku. Ke undan ko'ra kelishamiz. Shahboz aka, telefoningizni kodini ochib bering. Boshimni og'ritma. Menga asabiylashish mumkin emas. Biz u bilan gaplashib olganmiz. Hammasi chotki. Nima? Bilmay qolgan ekanmiz-da. Meni qiz kim yelkangizga boshni qo'yib olgan? Dilshoda, bog'chadagi rasm-ku, bog'chadagi qiz bu. Bog'chapam yonimga qo'ygan rasmga tushganman. Sevgi yo'q. To'xtang Shahboz aka. Meni xat nima? +ni? Bu ne Nargiz? S-chi? Sinfdoshim bo'lgan, sinfdosh. Sevgi yo'q. Kim bu? Bu Vinetka 9-sinfda maktab payti tushganmiz. Bu sinfdoshlarim. Sevgi yo'q. Dilshoda, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi. Bu yoqqa yuring. Nima bu? Kimning ishi bu? Dilshoda, o'sha aytganimdek sevgi yo'q. Faqat seni sevaman. Bu esa do'stona. Oyjon, men oyoqqa surib o'tib qo'yaylik. Voy, senga og'ir ko'tarish mumkin emas. Qo'shni? Qizimga og'ir ko'tarish mumkin emas. Qarash boring. Hozir. Bo'ldi. Hay qo'shni, shunda magazinga chiqib keling. Menga ko'p yurish mumkin emas-da. Mamani qarang, sinfdoshlar gruppasida meni so'kib yozibdi, ahmoq, jinni. Hay, senga so'kinish mumkin emas. Mana qo'ydim. Rahimjon, qo'shni, shunda so'kib bering. Sana o'sha Nima qilyapsan? Eshitmasin, quloqni bekityapman. Qo'shni, opangiz yumshoq tapchikasi bo'lsa olib chiqing. Bunga kablok kiyish mumkin emas. Erinka tapchika bor, o'shani olib chiqing. bor. 44 razmerdan bu olib chiqaman hozir. Apa, men tapchikani qaydan bilaman? Kuchuk olib ketgandir-da. Bop. Ana. Uy,
Ha qo'shni nima gap? Ana shu mahallaga yaqinga tug'ish kerak bo'lgan kelin bor. O'tishga yuradi, ish buyuraveradi. O'zingiz nima qilyapsiz? Men o'sha akasiman 7 oydan beri uyga kirganim yo'q. Rolton yema menga hidi yoqmaydi. Tarvuz yema. Hidi yo'qku buni. Yo'q, mayma. Uf, televizorni o'chir, menga shovqini yoqmaydi. Qachon ketasan sen? Bugun qolaman. Ha? Shiqir qilma. Nimaga? Menga ovoz yoqmaydi. Atir sepman menga hidi yoqmaydi. Meni yo'limga balo bormi sanga? Baqirma yoqmayapti. Shu ko'yligini kiyma, rang yoqmayapti. Nimasi yoqmaydi? Shu senga jongating u yoqmaydi, bu yoqmaydi, u yoqmaydi, bu yoqmaydi. Asabiylashtirma meni. Omonatman men senga. Nima qilyapsan aka? Kuyovga haykal qo'yaman, senga chidab yurganga rahmat shuni. Shahboz aka benzin hidlagim kelyapti. Qatdan topaman olsanga benzinni. Qo'liman topmasangiz bo'lmaydi, hidlagim kelyapti. Bo'pti yurchi. Bo'pti yur, taksiga o'tirib zapravkaga boramiz. Yo'q, hozir hidlagim kelyapti. Topdingizmi? Amakini mashinasi Metan aka. Yur yana qidiramiz. Ukajon, 100 ming so'm bersang, men benzin hidlatib beraman. Bo'ldi. Mana, Kelib turinglar. Shahboz aka benzin hidlagim kelyapti. yanami? Yana. Ketdi. Maza qildik. Mana, Aha. aka siz kirab-rayon qilib turasizmi? Yo'q, anshira men moshina polni bak benzin qilib qo'yganman. Anshira o'tiraman. Shu biznesni zo'r meni. Shahboz aka. Obbo, ketdi. Mana. Aha. Maza. Aha. Bo'ldi, Shahboz aka ketsak bo'ladi. Mana. Aha. Dilshoda. Ha? Qara yangi mashina oldim. Yo'q-e. Ha, hammadan qarz bo'lib ketgan bo'lsam, zato yangi mashina. Endi mazza qilib benzin hidini hidlaysan. Shahboz aka, endi meni kraska hidlagim kelyapti. Voy, navbatchoy ichma, bolang qora tug'iladi. Bo'pti, unda yeyman. Sen shunaqa chiroyli bolachalarga qarashing kerak, bolang chiroyli tug'iladi. Rostdanmi? Ha, sen qornimda bo'lganingda umuman chiroyli bola ko'rmaganman. Ha. Nima? Ko'p Instagramga kirma, bola nurlanadi. Oy, o'tirgim kelyapti-da Instagramda. Voy, sen meni qornimda bo'lganingda umuman Instagramga kirmaganman, chidaganman, sen ham chida. Ha. Nima? Voy, gullab ketibdi. Hoy qiz, umuman sochingni kesma, bolani umri qisqaradi. Hoy qiz, ko'p yotaverma, bola kattalashib ketadi. Hoy, kofe ichma. Senga xamir yeyish mumkin emas. U mumkin emas, bu mumkin emas, o'zi nima mumkin? Asabiylashma. Senga asabiylashish mumkin emas. Oyjon, men maktabni bitirdim. Katta bo'ldim, o'qishga kirdim, o'qishni ham bitirdim, ishga ham kirdim, erga ham tegdim. Mana rezultat. Endi maylimi, ko'chaga chiqib aylanib kelsam. Oldin tug', keyin ko'chaga chiqasan. Открываю двери без ключа. Shahboz aka, eshikni ochib bering, ko'chaga chiqib bo'g'ilib ketdim. Oddiy eshik undoq qilsang ochiladi. Chiq, mana chiq. Ozgina menga mehr bering, e'tiborsiz. Shahboz aka, men makka jo'xorini olib bering. Mana olsang bo'ladi-ku. Jahl qilmang menga. Ha, yordam bering, Dilshoda. Yo'q, kelmang, yuragim siqilyapti. Nega halokam? Wi-Fi kodi nechida? Shahboz aka, menga gazni yoqib bering. Hozir 1 minut. Oddiy narsa-ku. Nima yoqmayapmanmi? Yo'qolsan, biram yo'qolsan. Shahboz aka, televizor pultini olib bering menga. Mana pult. Buncha sekin kelasiz, odam o'rnida ko'rmaysizmi meni? Shahboz aka, men buni ochib bering. Ochiq turibdi-ku Dilshoda. Baqirmang menga. Shahboz aka, meni turg'izib qo'ying. Ha, kerak. Qo'ying, o'zim turaman. Nohaq azoblardan qiynaldi jonim. Allo, oyi, olib keting meni. Menga umuman bu yerda qarashmayapti. Shoda tanga qaravyapman-ku, yana nima bo'lyapti? Urishmang meni. Shahboz aka, banan yegim kelyapti. Ma. Shahboz aka, benzin hidlagim kelyapti.
Shahboz aka Jizzax somsa yegim kelyapti. Jizzax somsa? Jizzax somsa. Shahboz aka Samarqand nonini ham yegim kelyapti. Samarqand olib keldim. Shahboz aka qovun yegim kelyapti. Shaqa yegim kelyapti. Mana. So'y bering.